Salom, qadrli tomoshabinlarim. Bugun men siz bilan shunday bir muhim mavzu haqida gaplashamanki, bu har birimizga nafaqat nafaqaxo'rlarga, balki ularning farzandlari, nabiralariga, umuman butun jamiyatimizga taalluqli. Bugungi mavzuyimiz jamoat transportida nafaqaxo'rlar uchun joriy etilayotgan yangi tizim, maxsus kartalar haqida bo'ladi. Bu yangilik shunchaki qog'oz pastining o'rnini bosuvchi bir narsa emas, balki ijtimoiy himoya va qulaylikni ta'minlovchi ulkan qadamdir. Shu sababli bu ma'lumotni oxirigacha diqqat bilan tinglashingizni so'rayman. Chunki bu haqiqatan ham hayotimizni o'zgartirishi mumkin bo'lgan juda muhim yangilik. Videoni boshlashdan avval iltimos kanalimizga obuna bo'lishni va shu videoga like bosishni unutmang. Zero sizning qo'llab-quvvatlashingiz biz uchun juda qadrli. Muammo markazi ilgari qanday edi va hozir nima o'zgardi, qadrli do'stlar? Avvallari nafaqaxo'rlarimiz jamoat transportidan foydalanishda qanday qiyinchiliklarga duch kelganini hammamiz juda yaxshi bilamiz. Tasavvur qiling, yoshi ulug', ehtimol sog'lig'i ham yaxshi bo'lmagan bir inson avtobusga chiqadi. Chipta sotib olish uchun yo'l kira haqini to'lash kerak. Ba'zi hollarda nafaqaxo'r ekanligini tasdiqlovchi guvohnomasini ko'rsatgan holda imtiyozli yo'l haqi bilan yoki bepul harakatlanishi mumkin edi. Ammo bu jarayonning o'ziga yarasha kamchiliklari bor edi. Birinchidan, har safar nafaqaxo'rlik guvohnomasini sumkadan topib chiqarish, konduktorga ko'rsatish, uning tekshirishi va ba'zan hatto unga ishonmagan hollarda tortishuvlar yuzaga kelishi, ayniqsa tig'iz paytlarda juda noqulaylik tug'dirardi. Masalan, Toshkentdagi Oltima avtobusda ertalabki tirbandlikni eslaylik. Avtobus odamlar bilan gavjum, har kim ishiga, o'qishiga shoshadi. Shunday paytda yosh katta buvijon yoki bobojon o'z guvohnomasini qidirib, konduktorga ko'rsatishga harakat qiladi. Konduktor ham tezda tekshirib, keyingi yo'lovchiga o'tishi kerak. Bu har ikki tomon uchun ham stressli vaziyat edi. Ikkinchidan, imtiyozli yo'l haqi tartibi hamma joyda bir xil emas edi. Ba'zi shaharlarda, ba'zi viloyatlarda o'zining mahalliy qoidalari bor edi. Bu esa nafaqaxo'rlar uchun umumiy tushunmovchilikni keltirib chiqarardi. Masalan, Farg'onada amal qiladigan tartib Samarqandda boshqacha bo'lishi mumkin edi. Bu holat mamlakat bo'ylab sayohat qiladigan nafaqaxo'rlarimiz uchun qo'shimcha qiyinchilik tug'dirardi. Ular har bir yangi shaharda imtiyozlar qanday amal qilishini bilishlari, ba'zan esa buni isbotlashlari kerak edi. Uchinchidan, chipta tizimi yoki naqd pul to'lovi bilan bog'liq muammolar ham bor edi. Ba'zan konduktorlarda qaytim bo'lmasligi, ba'zan esa nafaqaxo'rlarning yo'l kira uchun mayda pul topishga qiynalishi ham tez-tez uchraydigan holat edi. Nafaqaxo'rlik guvohnomasi esa shunchaki qog'oz hujjat bo'lgani uchun hisobga olish va statistika yuritishda ham murakkabliklar keltirib chiqardi. Kim qancha marta foydalanmoqda, qaysi yo'nalishlarda, buning hisobini yuritish deyarli imkonsiz edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Davlatimizning asosiy maqsadi bu ijtimoiy adolatni ta'minlash va aholining zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlash. Shu maqsadda yangi tizim joriy etilmoqda. Nafaqaxo'rlar uchun maxsus elektron kartalar. Bu kartalar avvalgi qog'oz guvohnomalarning o'rnini bosadi va ancha zamonaviy, qulay, shaffof va adolatli tizimni yaratishga yordam beradi. Endi har safar guvohnomani ko'rsatishga hojat qolmaydi. Mayda pul izlashga, konduktor bilan tortishga o'rin qolmaydi. Shunchaki kartani validataga tegizasiz va yo'lingizda davom etaverasiz. Bu shunchaki kichik o'zgarish emas. Bu nafaqaxo'rlarimizning har kunlik hayotiga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatadigan katta qadamdir. Bu kartalar butun tizimni soddalashtiradi. Yo'lovchilar va transport xodimlari o'rtasidagi tushunmovchiliklarni kamaytiradi. Eng muhimi, nafaqaxo'rlarimizning qadr-qimmatini yana bir bor tasdiqlaydi. Asosiy qismi batafsil tahlil, nimani bilishingiz kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanmasligi kerak. Xo'sh, bu yangi kartalar haqida aynan nimani bilishingiz kerak? Keling, birma-bir ko'rib chiqaylik. Bu karta nima o'zi? Bu shunchaki transport o'tish kartasi emas. Bu ijtimoiy qo'llab-quvvatlash vositasidir. Bu karta orqali sizga nafaqaxo'rlik maqomingizni tasdiqlovchi raqamli kalit beriladi. U zamonaviy, chipli texnologiya asosida ishlaydi. Xuddi bank kartasi yoki boshqa jamoat transporti kartalari kabi. Uning asosiy maqsadi nafaqaxo'rlar uchun jamoat transportidan foydalanishni imkon qadar soddalashtirish, xavfsiz qilish va mavjud imtiyozlarni avtomatlashtirishdir. Bu karta markazlashtirilgan tizimga ulangan bo'lib, sizning imtiyozlaringizni avtomatik ravishda tanib oladi. Kimlar ushbu kartani olishga haqli?
ushbu maxsus kartani barcha rasman ro'yxatdan o'tgan nafaqaxo'rlar olishlari mumkin. Bunga quyidagilar kiradi: yoshga doir nafaqaxo'rlar. Ya'ni belgilangan yoshga yetgan. Erkaklar 65 yosh, ayollar 55 yosh va nafaqa oladigan fuqarolar. İki nogironlik bo'yicha nafaqaxo'rlar. Tibbiy mehnat ekspert komissiyasi tomonidan belgilangan tartibda nogironligi bor deb topilgan va shu asosda nafaqa oladigan shaxslar. Bu yerda nogironlik guruhining birinchi, ikkinchi, uchinchi guruh ahamiyati yo'q asosiysi. Rasman nafaqa oluvchi bo'lish. O'ti bu. Boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha nafaqa oluvchilar, ya'ni oila boquvchisi vafot etganidan shaxslar, masalan, turmush o'rtog'ini yo'qotgan bevalar yoki yetim bolalar. Asosiysi, siz O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq davlat pensiya jamg'armasidan rasman nafaqa oluvchi shaxs bo'lishingiz kerak. Ushbu karta qanday imtiyozlarni taqdim etadi? Hozirgi kunda joriy etilayotgan tizimga ko'ra, bu kartalar asosan shahar jamoat transportida avtobuslar, tramvaylar, metro, bepul yoki sezilarli chegirmali yo'l yurish imkoniyatini beradi. Aytaylik, Toshkent shahrida nafaqaxo'rlarimiz uchun o'yiga ma'lum miqdordagi, masalan, Olimtadan Bittagacha bepul yurish imkoniyati berilishi mumkin yoki ba'zi hududlarda umuman cheksiz bepul yurish imkoniyati joriy etilishi kutilmoqda. Bu har bir shahar yoki viloyatning mahalliy qarorlariga bog'liq bo'ladi. Ammo asosiy maqsad nafaqaxo'rlarning transport xarajatlarini sezilarli darajada kamaytirish. Kartadan foydalanish va faollashtirish qanday bo'ladi? Kartani qo'lga kiritganingizdan so'ng undan foydalanish juda oddiy. Jamoat transportiga chiqqaningizda avtobus yoki metro bekatlarida o'rnatilgan maxsus validator qurilmasiga kartangizni shunchaki tegizasiz. Validator yashil rangda yonib tovush chiqarsa, demak yo'l haqi muvaffaqiyatli to'langan yoki imtiyoz tasdiqlangan bo'ladi. Agar qizil rang yonib xato haqida xabar bersa, demak kartada muammo bor yoki imtiyoz muddati tugagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda transport xizmati xodimlariga murojaat qilishingiz mumkin. Kartani faollashtirish odatda uni o'lganingizda amalga oshiriladi. Ya'ni siz uni o'lishingiz bilan ishlatishni boshlashingiz mumkin. Geografik qamrov. Bu karta butun mamlakat bo'ylab ishlaydimi? Dastlabki bosqichda bu tizim yirik shaharlarda va viloyat markazlarida joriy etilmoqda. Masalan, Toshkent, Samarqand, Buxoro, Farg'ona kabi shaharlar birinchilardan bo'lib ushbu tizimga o'tadi. Kelajakda esa u butun mamlakat bo'ylab joriy etilishi rejalashtirilgan. Shu sababli kartani olganingizda u aynan qaysi hududlarda amal qilishini aniqlashtirishingiz kerak. Agar siz masalan Toshkentda kartani olsangiz, uni boshqa viloyat markazida ham ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Ammo bu shahar transport tizimi yangi kartalar tizimiga ulangan bo'lishi shart. Agar siz viloyat markazidan uzoqda joylashgan qishloqda yashasangiz va o'sha joyda jamoat transportida hali validatorlar o'rnatilmagan bo'lsa, u yerda kartadan foydalana olmasligingiz mumkin. Biroq bu o'tish davri muammosi. Va texnologiya bosqichma-bosqich butun mamlakat bo'ylab joriy etiladi. Kimlar xavotirlanish kerak? 1. Hali nafaqasini rasmiylashtirmaganlar. Agar siz allaqachon nafaqa yoshiga yetgan bo'lsangiz, lekin nafaqa olish uchun hali rasman ro'yxatdan o'tmagan bo'lsangiz, bu kartani ola olmasligingiz tabiiy. Shuning uchun zudlik bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, nafaqangizni rasmiylashtirishingiz kerak. 2. Rasmiy hujjatlari to'liq bo'lmaganlar. Shaxsni tasdiqlovchi hujjatlari, pasport, ID karta yoki nafaqaxo'rlik guvohnomasi bilan bog'liq muammolari borlar. Siz bu hujjatlarni tartibga solishingiz shart. 3. Texnologiyaga begona bo'lganlar. Elektron kartalar va validatorlardan foydalanishga qiynaladiganlar. Lekin xavotir olmang, bu juda oddiy va biz buning yo'llarini tushuntiramiz. Oilangiz a'zolaridan yordam so'rashdan tortinmang. 4. Noqonuniy yo'llar bilan sayohat qilganlar, ilgari kimningdir guvohnomasidan foydalanib yoki qandaydir boshqa noqonuniy yo'llar bilan jamoat transportida imtiyoz olganlar endi bunday qila olmaydilar. Karta faqat egasining o'ziga tegishli bo'ladi. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? 1. Hujjatlari tartibda bo'lgan nafaqaxo'rlar. Agar sizning pasportingiz, nafaqaxo'rlik guvohnomangiz va boshqa barcha hujjatlaringiz joyida bo'lsa, siz uchun jarayon juda oddiy bo'ladi. 2. Yangi texnologiyalardan qo'rqmaydiganlar. Agar siz smartfon yoki bank kartalaridan foydalanishga o'rgangan bo'lsangiz, bu karta siz uchun hech qanday muammo tug'dirmaydi. Jamoat transportidan kam foydalanuvchilar. Agar siz jamoat transportidan deyarli foydalanmasangiz yoki shaxsiy transportga ega bo'lsangiz, bu karta sizning kundalik hayotingizga katta ta'sir ko'rsatmaydi.
Ammo baribir uni olish foydadan holi emas. Keling, bir nechta real hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Misol deylik, Toshkentlik Zulayxa buvi. Zulayxa buvi 25 yoshda. Toshkentda yashaydi va har kuni nevaralarini maktabdan olib kelish uchun avtobusda 2 bekat yo'l yuradi. Ilgari u har safar sumkasini kavlab nafaqaxo'rlik guvohnomasini qidirardi. Ba'zan ayniqsa erta tongda ko'zoynagini taqib kichik shriftlarni o'qishga qiynalardi. Konduktor esa tezroq o'tishga shoshilardi. Ba'zan esa chipta sotib olish uchun mayda pul topa olmasdi. Endi Zulayxa buv maxsus kartasini qo'lga kiritdi. Uning farzandi unga kartani qanday ishlatishni o'rgatdi. Endi avtobusga chiqishi bilan shunchaki kartani validatorga tekkizadi. Validator yashil bo'lib yonadi va u bemalol joyiga o'tib o'tiradi. Agar kartasi yo'qolsa, u qanday harakat qilishi kerak? Zulayxa buvining o'g'li biladiki, kartani blokirovka qilish uchun xizmat ko'rsatish markaziga qo'ng'iroq qilish kerak va yangisini olish mumkin. Shuningdek, karta ichida bepul yurish limitidan, masalan, oyiga taxmin marta oshib ketsa, karta avtomatik ravishda pul yechish rejimiga o'tishi mumkin. Agar unga pul yuklangan bo'lsa yoki oddiy bank kartasi bilan yo'l haqi to'lashga to'g'ri kelishi mumkin. Misol 2. Samarqandlik Olim aka, nogironligi bor nafaqaxo'r. Olim aka 65 yoshda, I guruh nogironi. Ilgari Samarqanddagi avtobuslarda nogironlik guvohnomasini ko'rsatib harakatlanardi. Ba'zan unga shubha bilan qarashar, chindan ham nogironmisiz degan savollar berishardi. Bu Olim akaga juda og'ir botardi. Endi esa Olim aka maxsus kartaga ega. Bu karta uning nogironlik maqomini avtomatik tarzda tasdiqlaydi. Uning bepul yurish huquqi hech qanday ortiqcha savollarsiz amalga oshadi. Bu Olim aka uchun nafaqat qulaylik, balki ruhiy xotirjamlik hamdir. Chunki endi u hech kimga o'z holatini isbotlashga majbur emas. Karta barcha ma'lumotlarni o'zida saqlaydi va validator bir zumda tekshirib tasdiqlaydi. Misol uchun, qishloqlik Otabek bobo shaharga tashrifi. Otabek bobo 9 yoshda Qashqadaryo viloyatining bir chekka qishlog'ida yashaydi. U nafaqa oladi, lekin qishloqda shahar tipidagi jamoat transporti yo'q. Avtobus validatorlari ham o'rnatilmagan. Uning maxsus kartasi bor, ammo uni qishloqdagi avtobuslarda ishlata olmaydi, chunki ular hali tizimga ulanmagan. Bir kuni Otabek bobo Toshkentga qarindoshlarini ko'rgani keladi. Toshkentda u o'z kartasidan bemalol foydalana oladi. Chunki poytaxtdagi jamoat transporti bu tizimga to'liq ulangan. Bu misol shuni ko'rsatadiki, tizimning qamrovi hali to'liq emas, lekin kengayib bormoqda. Qishloq joylarda yashovchi nafaqaxo'rlar uchun esa hozircha eski tartib saqlanib qolishi mumkin, ammo ular shaharga kelganda yangi kartalardan foydalanishlari mumkin bo'ladi. Misol ishlayotgan nafaqaxo'r Gulnora opa. Gulnora opa 50 yoshga doir nafaqa oladi, ammo hali ham o'z kasbi bo'yicha ishlaydi. Uning savoli shuki, u ham bu kartani olishga haqliligi bormi? Albatta ha. Chunki asosiy shart rasmiy ravishda nafaqa oluvchi maqomiga ega bo'lish. Ishlayotgan yoki ishlamayotganligingiz bu imtiyozga ta'sir qilmaydi. Gulnora opa ham o'z kartasini olib, ishga borib kelishda imtiyozli yo'l kiradan foydalanishi mumkin. Bu uning oilaviy byudjetiga ancha yordam beradi. Misol 5. Oila aspekti Nabira bobosiga yordam beradi. Jamol 16 yoshli maktab o'quvchisi. Uning 7 yoshli bobosi Rustam aka texnologiyaga unchalik qiziqmaydi. Rustam akaga yangi karta olish kerakligini eshitib, u biroz tushkunlikka tushdi. Lekin Jamol bobosiga yordam berishga qaror qildi. U internetdan ma'lumotlarni topdi. Kerakli hujjatlar ro'yxatini yozib oldi va bobosini davlat xizmatlari markaziga DXM olib bordi. U yerda Jamol bobosiga ariza to'ldirishda, suratga tushishda, agar kerak bo'lsa va kartani olishda yordam berdi. Bu misol yoshlarimizning kattalarga ko'rsatadigan yordami nafaqat texnologik, balki ijtimoiy hamjihatlikni ham kuchaytirishini ko'rsatadi. Bu tizim butun oilaning yelkasidagi yukni yengillashtirishga qaratilgan. Asosiy qism 2. Qoidalar istisnolari, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday yangi tizimda bo'lgani kabi, bu yerda ham ba'zi istisnolar, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan tuzoqlar va noaniq nuanslar mavjud. Ularni bilish sizni ko'pgina muammolardan qutqaradi. Qoidalar istisnolari 1. Qamrab olinmagan transport turlari. Hozircha bu kartalar asosan shahar ichidagi jamoat transporti, avtobus, tramvay, metro uchun mo'ljallangan. Marshrutkalar, xususiy taksilar va shaharlararo, viloyatlararo avtobuslar yoki poyezdlar uchun hozircha bu karta amal qilmasligi mumkin. Bu turdagi transportlarda odatda o'zining alohida yo'l haqi va to'lov tizimlari mavjud. Shuning uchun safar oldidan, ayniqsa boshqa shaharlarga sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, transport turini
va uning imtiyozlariga mos kelishini aniqlashtirish zarur. 2. Muvaqqat yashovchilar, xorijiy fuqarolar. Agar siz O'zbekistonda muvaqqat yashayotgan va shu yerda nafaqa oluvchi xorijiy fuqaro bo'lsangiz, agar bunday holat qonunchilikda ko'zda tutilgan bo'lsa, siz ham ushbu kartani olishga haqli bo'lishingiz mumkin. Biroq bu holatda pensiya jamg'armasi yoki DXMga aniq murojaat qilish va shaxsiy holatingizni tushuntirish kerak bo'ladi. Umuman olganda asosiy e'tibor O'zbekiston fuqarolariga qaratilgan. Nafaqa rasmiylashtirilmaganlar, ayrim insonlar. Masalan, nafaqa yoshiga yetgan bo'lishsa-da, ammo hali ham ishlayotganliklari sababli nafaqa olish uchun murojaat qilmagan bo'lishlari mumkin. Ular rasman nafaqaxo'r hisoblanmagani uchun bu kartani ola olmaydilar. Kartani olishning birinchi sharti pensiya jamg'armasi ro'yxatidan nafaqaxo'r sifatida o'tgan bo'lishdir. Tuzoqlar, e'tibordan chetda qoldirmang. Bir kartani yo'qotish yoki o'g'irlatish. Agar kartangiz yo'qolsa yoki o'g'irlansa, zudlik bilan xizmat ko'rsatish markaziga yoki maxsus ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib, uni blokirovka qilishingiz shart. Aks holda boshqa shaxslar sizning imtiyozlaringizdan foydalanishi mumkin. Yangi kartani olish uchun odatda kichik to'lov evaziga ariza topshirishingiz va biroz kutishingiz kerak bo'ladi. 2. Texnik nosozliklar. Validator ishlamasligi, kartaning skanerlanmasligi, balans xatosi kabi texnik muammolar yuzaga kelishi mumkin. Bunday hollarda avtobus haydovchisi yoki konduktorga murojaat qiling. Agar muammo kartada bo'lsa, uni tekshirish uchun xizmat ko'rsatish markaziga borish kerak bo'ladi. Ba'zan tizimning yangi bo'lganligi sababli. Dastlabki bosqichda shunday nosozliklar uchrab turishi tabiiy. Sabrli bo'ling va xizmat ko'rsatuvchi xodimlarga xushmuomala bo'ling. O'ti, shartlarni noto'g'ri tushunish, yurish tushunchasi. Ba'zi tizimlarda bir avtobusdan tushib, boshqasiga o'tish periodga bir necha daqiqa ichida bepul hisoblanishi mumkin. Ammo barcha shaharlarda bu qoida bir xil emas. Shuningdek, oyga berilgan bepul yurish soni, masalan, oltinta tugagandan so'ng nima bo'lishini aniqlashtiring. Karta avtomatik ravishda pul yechish rejimiga o'tadimi yoki shunchaki ishlamay qoladimi? Bu ma'lumotlarni kartani olayotganingizda so'rab olishingiz muhim. 4. Kartani boshqalarga berish. Bu juda muhim. Maxsus karta shaxsiydir va faqat uning egasi tomonidan foydalanilishi kerak. Agar siz kartani boshqa shaxsga, hatto oila a'zolariga ham bersangiz, bu qoidabuzarlik hisoblanadi. Kontrolchilar tomonidan aniqlanganda, kartangiz blokirovka qilinishi, bekor qilinishi va hatto ma'muriy javobgarlikka tortilishingiz mumkin. Bu tizimning adolatli ishlashi uchun zarur bo'lgan shartdir. O'zingizning imtiyozlaringizni himoya qiling va ulardan faqat o'zingiz foydalaning. 5. Kartaning amal qilish muddati yangilash. Kartaning amal qilish muddati bo'lishi mumkin. Odatda bu 5 yilni tashkil qiladi. Muddat tugashidan oldin uni yangilash tartibini bilib oling. Odatda muddat tugashiga yaqin sizga SMS xabar keladi yoki pensiya jamg'armasi ogohlantiradi. Noaniq nuanslar bilan ma'lumotlar maxfiyligi. Kartadan foydalanishda sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz qachon, qayerga, qaysi yo'nalishda bo'lganingiz to'planadi. Bu ma'lumotlar faqat tizimning samaradorligini oshirish, transport harakatini optimallashtirish va xizmat sifatini yaxshilash maqsadida foydalaniladi. Davlat barcha ma'lumotlarning maxfiyligini va xavfsizligini kafolatlaydi. Ushbu ma'lumotlar shaxsiy maqsadlarda ishlatilmaydi. Boshqa ijtimoiy imtiyozlar bilan integratsiya. Hozircha karta asosan transport uchun bo'lsa-da, kelajakda uning doirasini kengaytirish rejalashtirilgan. Masalan, dorixonalarda, do'konlarda yoki boshqa ijtimoiy xizmatlarda chegirmalar olish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Bu kelajakning ishi, ammo hozirdan shu haqda o'ylanyapti. Bu karta aslida nafaqaxo'rning ijtimoiy pasporti vazifasini bajarishi mumkin. Shikoyatlar mexanizmi. Agar siz konduktor bilan, validator bilan yoki kartaning o'zi bilan bog'liq muammoga duch kelsangiz, qayerga murojaat qilish kerak? Har bir shahar yoki viloyat transport boshqarmasida maxsus ishonch telefonlari yoki murojaatlar qabul qilish markazlari bo'ladi. Kartani olayotganda bu raqamlarni so'rab olishdan tortinmang. Masalan, Toshkentda Toshkent metropoliteni yoki Toshshahar Transxizmat ajaning murojaat markaziga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. 4. Bosqichma-bosqich joriy etish. Eslab qoling, bu tizim birdaniga butun mamlakatda joriy etilmaydi. U bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Shuning uchun o'z hududingizda, shahringizda yoki viloyatingizda bu tizimning qachon va qanday joriy etilayotganini mahalliy yangiliklar, radio yoki televideniya orqali kuzatib boring.
Mahalla faollari ham bu haqda ma'lumot beradi. Shoshilmang, lekin e'tiborsiz ham qoldirmang. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilishi kerak endi esa eng muhim qismga keldik. Siz aziz nafaqaxo'rlarimiz va ularning yaqinlari nima qilishingiz kerak? Qadam-baqadam ko'rsatmalar beraman. Birgadan muvofiqligingizni tekshiring. Birinchi navbatda sizning nafaqaxo'rlik maqomingiz tasdiqlanganligiga ishonch hosil qiling. Agar nafaqa olsangiz, demak sizga karta beriladi. Agar hali nafaqa chiqmagan bo'lsangiz, lekin yoshingiz yetgan bo'lsa, zudlik bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, nafaqangizni rasmiylashtiring. Bu jarayon sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni davlat bazalarida tekshirishni o'z ichiga oladi. 2 qadam hujjatlarni to'plang. Kartani olish uchun sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'ladi. Shaxsni tasdiqlovchi hujjat. Bu sizning pasportingiz yoki yangi ID kartangiz bo'lishi mumkin. Asl nusxasi va nusxasi kerak bo'lishi mumkin. Nafaqaxo'rlik guvohnomasi, sizga berilgan pensiya guvohnomasining asl nusxasi va nusxasi agar mavjud bo'lsa, ba'zi hollarda bu shunchaki tekshirish uchun so'raladi. Chunki barcha ma'lumotlar bazada mavjud bo'ladi. Fotosurat ba'zi hollarda xizmat ko'rsatish markazlarida sizni joyida surat olishlari mumkin. Lekin ehtiyot shart. Ochiq kartot SMM o'lchamli dona rangli fotosuratni o'zingiz bilan olib borishingizni tavsiya qilaman. Surat so'ralmasa ham ortiqchalik qilmaydi. Ariza blankasi uni joyida berishadi. Lekin ba'zi markazlarda internet orqali oldindan to'ldirish imkoniyati ham bo'lishi mumkin. 3 qadam ariza berish punktini aniqlang. Bu kartalarni olish uchun ariza topshirish punktlari quyidagilar bo'lishi mumkin. Davlat xizmatlari markazlari DXM. Hozirda ko'pgina davlat xizmatlari DXM orqali ko'rsatiladi. Bu eng ishonchli va qulay variantlardan biridir. Shahar yoki tumaningizdagi eng yaqin DXM ga murojaat qiling. Pensiya jamg'armasi filiallari ba'zi hollarda to'g'ridan to'g'ri pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limlarida ham ariza qabul qilinishi mumkin. Maxsus savdo shoxobchalari, kiosklar. Kelajakda avtobus bekatlari yoki metro stansiyalari yaqinida maxsus savdo shoxobchalari ochilishi mumkin. O'zingiz yashayotgan hudud bo'yicha aniq ma'lumotni DXMning rasmiy veb-saytidan, ishonch telefonlaridan yoki mahalliy hokimiyatdan so'rab olishingiz mumkin. 4 qadam ariza berish jarayoni. Ariza berish punktiga borganingizda navbat oling agar talab qilinsa. Hujjatlaringizni taqdim etasiz. Xodim ularni skanerlaydi yoki tekshiradi. Maxsus ariza blankasini to'ldirasiz. Agar o'zingizga qiyin bo'lsa, DXM xodimlari yordam berishga majbur. Ba'zi hollarda barmoq izi biometrik ma'lumot olish talab qilinishi mumkin. Bu sizning shaxsingizni yanada aniq tasdiqlash uchun kerak. Suratga olishlari mumkin agar o'zingiz olib bormagan bo'lsangiz. 5 qadam kartani olish va faollashtirish. Ariza topshirganingizdan so'ng karta tayyor bo'lishi uchun ma'lum muddat, odatda bir necha kundan bir haftagacha kerak bo'lishi mumkin. Kartaning tayyor bo'lganligi haqida sizga SMS xabar kelishi mumkin. Kartani olganingizda xodimlar sizga uni qanday faollashtirish va ishlatish haqida ko'rsatma berishi kerak. Odatda karta uni qo'lga kiritishingiz bilan avtomatik ravishda faol bo'ladi, ammo shoshilmang. Barcha savollaringizni shu yerning o'zida aniqlashtirib oling. 6 qadam. Birinchi foydalanish va sinov. Kartani olganingizdan so'ng iloji bo'lsa darhol uni biror avtobus yoki metroda sinab ko'ring. Validatorga tekkizing. Agar muammosiz ishlasa, demak hammasi joyida. Agar ishlamasa, shu joyning o'zida transport xizmati xodimlaridan yordam so'rang yoki kartani olgan markazga qaytib muammoni tushuntiring. Boshida kichik qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Lekin bu normal holat. 7 qadam. Muammolar yuzaga kelganda nima qilish kerak? Agar karta ishlamasa, kartani olgan xizmat ko'rsatish markaziga yoki uning ishonch telefoniga murojaat qiling. Agar karta yo'qolsa, o'g'irlansa, zudlik bilan yuqorida aytilgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, kartani blokirovka qiling. Agar konduktor yoki haydovchi bilan tushunmovchilik yuzaga kelsa, bu haqda transport boshqarmasining ishonch telefoniga xabar bering. Muhim. Esda tuting, hech qachon kartangizni boshqa shaxsga bermang. Bu sizning shaxsiy imtiyozlaringizdir va ular faqat sizga tegishli. Xulosa va yakuniy chorlov aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, nafaqaxo'rlarimiz uchun joriy etilayotgan maxsus kartalar tizimi zamonaviy, qulay va shaffof bo'lgan katta o'zgarishdir. Bu tizim orqali nafaqaxo'rlarimizning jamoat transportidan foydalanishi ancha osonlashadi. Ularning hayoti qulayroq bo'ladi. Bu shunchaki bir yangilik emas, balki davlatimizning o'z keksalariga bo'lgan e'tiborining yorqin namunasidir. Bu videoda sizga barcha zaruriy ma'lumotlarni berishga harakat qildim.
sizdan iltimos, o'z yaqinlaringiz, nafaqaxo'r qarindoshlaringiz va tanishlaringiz bilan bu ma'lumotlarni bo'lishing. Ularga yordam bering. Chunki ba'zi hollarda yoshi ulug' insonlarga yangi tizimga moslashish qiyin bo'lishi mumkin. Sizning bu boradagi fikrlaringiz biz uchun juda muhim. Yangi kartalar haqida qanday fikrdasiz? Siz allaqachon bunday kartani olganmisiz? Jarayon qanday kechdi? Qanday qiyinchiliklarga duch keldingiz yoki qanday qulayliklarni his qildingiz? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlarimiz uchun ham juda foydali bo'ladi. Videoni shu yerda tugataman. Agar video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, unga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Kelgusida ham siz uchun foydali va dolzarb ma'lumotlarni ulashishda davom etamiz. Omon bo'ling.